Shunday qilib Bangkok oqshamidan barchaga salomlar aytamiz. İyi akşamlar. Mana daryomiz bu yerda yomg'ir suv zo'r, lekin biroz loyqa. Hozir mana shu oshxonachida ujin qildim. Oshxonacha halol oshxona deb yozib qo'yibdi. Mana pokistonliklar, hindistonliklar kelib ovqatlanyapti asosan. Halol oshxona ekan. Menyular chakki emas, zakonni. Не, не услышал. Halal food deb qo'yibdi. Yerda ko'ryaptimi, sizlar ularga tamam. Halal food deyapti. Halal food keyin inglizchasiga yozib qo'yibdi. Yana oxirida haligi soatlarni boshqarmasdan time'larni ish rejimini yozib qo'yib, eng oxirida yoqimli ishlar tilayman, haligi tashakkur etaman. Al-Fatiha duo qilib qolishlaringizni tilab qolaman degan. Xayrli o'rinli barakatli olsun ve afiyet şeker olsun. Oxiriga bir Fotiha-i Sharif yaxshi duo qilib qo'ysalaringiz deb qo'yibdi. Mana daryoning boshdan oxirigacha mana shunday trapenka, keyin trapenkani o'ngni orqasi ham o'zi haligi oti nima edi? Не знаю, сколько. Choyxonacha. Как в Паттайю хочу поехать? Без байка. Mana yerda Pirchal bor ekan. Паттайю. Pirchalga kema to'xtaydi. Mana bitta mana oshxona. Lekin bu tomoniga halol degan joyni ko'rmadim. Sharob taqattiq narsalar sotyapti. Odamlar o'tirib sharob ichyapti, boshqa qilyapti. Mana bu ibodatxonasi bor. Dars ketadi. O'tgan kuni bitta inglizni ko'rdim, bitta shortigi bilan kupa kunduz soat 2 da ana shuni boshdan oxirigacha yugurib saunaga kirganda terlab ketgan. Kunduz sport qilyapti. Qoyil dedim. Endi bir shahar ichi bo'lgani uchun shundayda. Bu yerda gullar ko'p ekan, shunisi yaxshi. 4 tomon sabzanlar yam-yashil. Gulni ko'pligi odamni xursand qiladi, ko'ngilni ochadi. Daryoni haligisini yozibdi. Go'yoki diving centerda. Kema kruizi bor shekilli. Kema kruizi. Yaxshida biz otelimiz tepasiga bir chiroyli gul ochilgan. Shunday chiroyli gul, shunday xushbo'y, shunday xushbo'y. Kichkina gul bo'lishiga qaramasdan shunaqa xushbo'y. Acayip xushbo'y, men hayron qoldim. 10 kilometrdan xushbo'yligi taralib turadi. Shunchalik ham xushbo'y gullar. Chanel atirlari, Chanel номер 5 bor-ku, miravi известный atir. Birinchi shu guldan olinadi dedimda. Coco Chanel brendovi eng kuchli atir. Shunday qilib hammaga yaxshi kayfiyatlar tilayman. Qo'ymachi Bangkok Tailanddan iqlim pagoda mana shunday hozir 28-32 daraja. Odamlar bitta ko'ylakda yuribdi. Mana hattoki ko'ylakdan tashqari yana qisqaroq narsaga o'tib ketishibdi.